Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman boshchiligidagi uning huzuridagi jamoatchilik guruhlari a'zolari tomonidan Navoiydagi qator penitensiar muassasalarga monitoring ishlari amalga oshirildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Navoiy shahrida joylashgan 11-son jazoni ijro etish koloniyasi ombudsman va uning huzuridagi jamoatchilik guruhi a'zolarining ilk monitoring obyekti bo'ldi. O'rganish davomida mahkumlarning yashash, ovqatlanish, tibbiy xizmatdan foydalanish, mehnat qilish sharoitlari, yaqin qarindoshlar bilan uzoq va qisqa muddatli uchrashuv xonalari ko'zdan kechirildi. Monitoringda mahkumlarning mehnat sharoitlariga ham alohida e'tibor qaratildi. Monitoring doirasida ombudsman qutilariga tashlangan murojaatlar qabul qilindi va mahkumlar bilan jamoaviy va yakka tartibda suhbatlar o'tkazildi. Bundan tashqari ombudsman va viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda tor doiradagi mutaxassislar jalb etilgan holda mazkur koloniyada jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Monitoring tashlarini amalga oshirishdan asosiy maqsad u yerda saqlanayotgan shaxslarga yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishish. Mana shunday monitoring tashriflari ombudsman hamda uning hududlardagi mintaqa vakillari tomonidan muntazam ravishda amalga oshirilib boriladi. Shu kuni Navoiy shahar vaqtincha saqlash hibsxonalaridagi sharoitlar ham o'rganildi. Ta'kidlash lozimki, Navoiyga tashrif doirasida ombudsman va jamoatchilik guruhi a'zolari nafaqat jazoni ijro etish muassasalari, balki Navoiy viloyati narkologiya dispanseri hamda Nurota Muruvvat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internat uyidagi sharoitlarni ham ko'zdan kechirishdi. Sababi bu muassasalarda insonlar jismoniy va ruhiy jihatdan zaif holatda bo'ladi. Shuning uchun ularning sharoiti, huquqlari ta'minlanganligi holati doimiy o'rganiladi. Chayoniy taxallusi bilan 3 ta she'riy kitoblari nashr etilgan Shoda Rajabov nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internat uyida istiqomat qiladi. U mustaqil yura olmasligi mumkin, lekin hayotidan mamnun, maqsadi 30 dan ortiq kitoblar nashr etib, o'zidan yaxshi nom qoldirish. Prezidentimizning e'tiboridan kelib chiqqan holda mana shunday yutuqlarga erishdik. Mana shu kitoblarni chiqishga, uni chop etishga yordam berganlarga ham o'zimni samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Qayd etish lozimki, mazkur maskanda istiqomat qilayotganlar ijtimoiy moslashtirish barobarida qiziqishlardan kelib chiqib kasb-hunarga o'rgatilmoqda. 3 kun davomida viloyatda yana bir necha jazoni ijro etish muassasalaridagi sharoitlar o'rganildi. Monitoring yakunlari bo'yicha ombudsman va jamoatchilik guruhi a'zolari tomonidan tayyorlangan tavsiyalar tegishli tashkilotlarga kiritiladi. Ombudsman Navoiyga tashrifi doirasida Nurota tumanidagi fuqarolar bilan ham uchrashib, ular bilan ochiq muloqot qildi. Fuqarolar murojaatlarida ko'tarilgan masalalar tegishli davlat tashkilotlari vakillari bilan hamkorlikda ko'rib chiqildi. Bundan tashqari viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda markazdan shifokorlar jalb etilib, tibbiy ko'rik tashkil etildi. Viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etilib, fuqarolar doimiy ishga joylashish va kasb-hunar o'rganish uchun yo'naltirildi.